Yoz farzandingiz uchun eng kerakli dam olish fasli. O'quv yili ortda qolib, endi navbat tabiat bag'rida mazmunli va maroqli dam olishga. Bizda esa siz uchun ajoyib yangilik bor. Temir yo'l ijtimoiy xizmat muassasalari tizimidagi barcha sog'lomlashtirish oromgohlari bolajoylar uchun o'z eshiklarini ochmoqda. Har bir oromgohlarda bolalar psixologi tavsiyalariga ko'ra asosiy kun tartibi ishlab chiqilgan bo'lib, farzandingiz har kuni ertalabki badan tarbiya mashg'ulotlari, zamonaviy va foydali to'garaklarda ishtirok etib, yangi do'stlar va murabbiylar bilan birgalikda vaqtlarini mazmunli o'tkazadilar. Farzandingiz yangi do'stlar orttiradi, ijod qiladi, sport va kibersport, ingliz tili hamda zamonaviy kasb bo'lgan mobilografiya darslari bilan shug'ullanadi. O'z iqtidorini ochadi va eng muhimi, mutaxassislar tomonidan sog'lom menyu asosida ovqatlanadilar. Dam olish joylari nafaqat faoliyatga, balki xavfsizlik va qulayliklarga ham to'liq javob beradi. Shinam va toza xonalar, tinch muhit va doimiy nazorat ota-onalarning xotirjamligidir. Batafsil ma'lumot olish uchun biz bilan bog'laning.